Farg'ona viloyatida qishloq xo'jaligini rivojlantirish, meva quritish, saqlash va eksport qilish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Farg'ona Agrostar kompaniyasi tomonidan bazaviy va qamrab olingan tumanlarda o'rik va turshak yetishtirish, saqlash, qayta ishlash, qadoqlash va tashish yo'nalishida amaliy harakatlar olib borilmoqda. Farg'ona tumanidagi Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida Farg'ona Agrostar mas'uliyati cheklangan jamiyat va yetakchi tadbirkorlar tomonidan aholiga urug', ko'chat, kimyoviy vositalar, mineral o'g'it yetkazib berishga ixtisoslashgan Agromarket savdo va xizmat ko'rsatish markazi hamda tomorqa maktabi tashkil etilgan. Farg'ona Agrostar mas'uliyati cheklangan jamiyatiga Farg'ona tumani, Beshariq tumani, O'zbekiston va Rishton tumanlari biriktirilgan bo'lib, bu tumanlarda asosan o'rik va quritilgan o'rik, ya'ni turshak mahsulotini yetishtirish, uni qayta ishlash, tashqi va ichki bozorga yetkazib berish bo'yicha ixtisoslashuvni chuqurlashtirish maqsadida belgilab olingan mahallalarda agromarket, agro shoxobchalar tashkil etish vazifasi belgilangan. Sifati kafolatlangan mahsulotlar olib kelindi, aholiga qulay narxlarda yetkazib berish ishlari amalga oshirilmoqda. Noyabr oyida kuzgi ko'chat ekish mavsumida Farg'ona Agrostar mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan aholi tomorqalari uchun mo'ljallangan namunali tomorqa loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu maqsad uchun mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 3000 dona sifati kafolatlangan yo'lchi va subhona navli o'rik ko'chatlari zaxirasi yaratilgan. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida 677 ta xonadon mavjud bo'lib, bularda jami aholi tomorqasi 60 gektardan o'tadi. Hozirda ko'chat ekishga tayyorlash jarayonlari olib borilyapti hamda tayyor bo'lgan xonadonlarga ko'chatlar yetkazib berilyapti. O'rik ko'chatlarimiz kasalliklarga chidamli hosildor navlar hisoblanadi. Farg'ona Agrostar mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan Farg'ona tumani Sharq haqiqati mahalla fuqarolar yig'ini hududida agromajmua loyihasini amalga oshirish belgilangan. Mazkur agrokompleks logistika markazi, zamonaviy issiqxona, xalqaro standartlarga javob beruvchi laboratoriya hamda quyosh panellari asosida barqaror energiya ta'minoti tizimini o'z ichiga oladi. Loyiha O'zagrostar Holding kompaniyasi va bank mablag'lari hisobidan moliyalashtirilmoqda. 2 gektar maydonda yirik agromajmua loyihasi qurilish ishlari boshlangan. Umumiy qiymati 50 milliard so'm etib belgilangan. Qurilish bo'yicha barcha loyiha hujjatlari, qurilish oldi hujjatlari, kommunikatsiya tarmoqlari bo'yicha barcha hujjatlar tayyorlab bo'lingan. Qurilish kompaniyasi tomonidan ishlar boshlangan. Hozirgi kunda ombor binolarining poydevor qismlari qurib bitkazilgan. Loyihada 1000 tonnali muzlatgichli ombor, o'rik va boshqa meva mahsulotlarini quritish, qadoqlash, saralash, yuvish, eksportga tayyorlash bo'yicha barcha uskunalar olib kelib o'rnatish rejalashtirilgan. Turkiya va Xitoydagi bir nechta ishlab chiqaruvchilar bilan muzokaralar olib borilmoqda. Albatta bu kabi harakatlar asosida yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bog'dan dasturxongacha tamoyil asosida agrosanoatni yo'lga qo'yish orqali milliy brend yaratiladi. Ichki va tashqi bozorlarga sifatli mahsulotlarni yetkazish ta'minlanadi.